Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana akalar, biz yana Dang'arada Bulyoni Poyon ostida osmonlardan balanga qarab jo'nadik. Bir ma'lumot berib o'tay shurda. Shu buni Achchiq guzardan beriga chiqqandan keyin osmonlara, ya'ni hozirgi nomi osmonlara o'tdi. O'shunda Achchiq guzardan chiqqandan keyin bir yalaq ketib bir mazorat bilan mazoratni o'ng qo'l tarafiga o'tkazmadi. Afshga turar ekan. Undan bir yog'i bemalol haydayversalar bo'ladi. Qo'ldan kelgancha shu bu betiga chap qo'l tarafiga o'tib puldimizni oldi, lekin kechasiga bemalol damimizni olib, qo'yimizni o'rtatib, nima qildik. Shundan o chap qo'l tarafiga haydayveramiz. Lekin o'ng qo'l tarafiga haydamamiz. Va shu pulga ham ko'nmasin. Biz ko'rdik. Bemalol qilib borib ma'mula qilib pulga ko'ndiramiz degan edik. U bilan bo'lmadi. Pulga ko'nmaydi ular. Shunga chap qo'l taraflar pulga ko'nar ekan, shu tarafidan ko'raveramiz. Qani harakat qilib endi jo'nadik. Bulyoni Poyon odog'i haydab chiqib boramiz endi. Mayda qimir boraveramiz Bulyoni Poyondan. Asta quyoshim chiqib jo'nadi. Qo'pi tepasida. Hay sanmasan. İşte ketyapmiz. Manaki Osmondara qishlog'idan shu balangacha Bulyoni Poyongacha mana shu tosh yo'lda qildirib ketdi deyin. O'tgani yo'q edi buni. Shu o'tgani yozda qilgan, tramada ham bilmayman, lekin chiqib ketdi shu yo'lda. Hayda. Katta qilib tosh yo'l to'kdi, mayda tosh to'ktirib yo'l qildi shu yoqqa. Hayda. İşte ketyapmiz hozir. Hay. Bu yerda bug'doylar ham uncha bo'lmayapti, lekin baribir bug'doy bor. Adam ana ta'kid bo'lishga bosib ketsa yomon bo'ladi. Hay. Yusha. Do'stlar, biz Dang'araning asfaltiga soldik qo'ydi. Bu asfalt qayerda desaz bu Dang'arada. Bu katta asfalt Ko'lop, Pomir, Xitoydan Xitoyga chiqib ketadigan yuklarni qo'shardi. Mana ki asfalt yo'ldan chiqarib, shu jilg'ani ichiga kirgizib, uxlatib ketyapmiz. O't yaxshi, zo'r. Uxlatib ketyapmiz bundan buyoqqa. Mayda qimir. To'xtat, uxlatib ketyapmiz. Mana ki asfaltdan ham chiqib balandga kanaljiyaga chiqib kelamiz qoldik. Chiqqan kanaljiyaga, Dang'araning kanaljiyaga tushdik. Soat 1:35 da o'tdi. Yil juda kech. Endi xudo bilan nima bo'ladi, nima qo'yadi. Tavakkal qilib haydab ketyapmiz. Va xudoga ayon. Achas jo'nadik endi mana shu tushdik. Qimir. Boryapmiz asta. Lekin jilda bu palla bu yo'ldan pashti boshiga chiqib qolsak. Bir yil lekin uxlab qoldik. Kech bo'lib ketdi juda. Soat 1:35 da o'tganda bu yerda Allohga tavakkal endi. Mehnatni boshlaymiz endi yana. İşte ketyapmiz. Yana ham keldik. Endi shu dora bo'ylab balanga chiqib ketamiz. Aka shoyim Norvandan tushyapti. Haydadik. Shu dora bo'ylab ketaveramiz endi. Mana ki kecha shu yerda jorda jotgan edik. Yerdan bilan turib yana haydab jordik. Yetkazib ketaveramiz suvlardan endi.
Sep ketyapmiz endi jaylov qaydasan deb. Do'stlar, mana aka, hozir shu do'ram ichi bilan ketib boryapmiz. Suvdan bu yoqqa o'tamiz, bu yoqqa o'tamiz, bu yoqqa o'tamiz. Ana shu yetib suvdan birov so'ragan ekanda xotirasi zo'r, asabi joyida odam 70 marta o'tib dedi bir odam. O keyin sel mana yoqqa burib taylagan jo'ldi, mana yoqqa burib taylagan. Kim biladi, undan keyingi odam so'raganligi yo'q. Nechtadan hali o'tdi bilmayman. Esidan chiqib ketdi. Hisoblab ololmayman. Shu judamaymiz-da, bu har biri o'tgandan kim biladi. Yana borib tur qayerda o'tamiz. Ana shunday bo'lib, uni oqib ketyapmiz azdoradan. To'g'rimi? Kun salqin bugun. Mayda. Mana tabiat zo'r bo'lib yurgandan keyin, yam-yashillik bo'lib, salqin bo'lib yurgandan keyin odamga ilhom kelib gapiraveradi. Kechalik issiq, charchaganda u hech kim o'ziga o'zi jo'xmay ketadi. Mana hozir biz shunday qo'ylar bilan shu doran ichi bilan ketaveramiz. Dal shu dakansa. Qo'yning orqasi kelyapti. Tabiat zo'r bo'laverma, odamga ilhom kelib video qilaveradi-da. Issiq bo'laverdimi, odamga hech nima jo'xmay qolaveradi. Ey! İşte boryapmiz. Qaydasan Temur Malik deb turib. Temur Malik kangurt. Anaqa shunaqa gurunglar. Mana bu o'tlar endi jemaydi, u kuni o't topmay yugurib yurgan edi. Bu o'tlarga og'zini o'rmay javob. İşte boraveramiz-da. Katta tog'lar, daralar. Kamiz qorovullik qilib turibdi. Mana aka, sarchilar oldi-da. Toy choqchalar bilan. Ey, siz o'tgani toyni juvib edasiz. Bu yil ham juvasiz endi. Jangalga chiqing. Tamom. Muzikachalar bilan kun salqin bo'lgandan keyin hamma narsa jo'g'i beradi. Issiqda undan muzika jo'g'adi, na video qilish jo'g'adi. İşte yeb ketaveramiz. Qo'yning qorni to'q, cho'pon xursand. Issiqda o'ti jo'q joyda u hech nima jo'qmay ketadi. İnşallah turgan bo'lar. Boraverak. Biz jaylovda ul bitta Mamadaliga jedirib qochib ketmasa, boshqa bilmaychi dedi kim bilan. Ko'raveramiz endi. Step, mayda. Yana suvda, bitta mana shu suvda. Bir bo'ylakchasi bilmaydegani. Shundan o'tib boshqa doran boshqa chiqib ketaveramiz. Ko'k turbalar mana.